Assalomu alaykum hurmatli Chelsea muxlislari. Maresga Manchester Unitedga o'tish mumkin. Videoni boshlashimdan avval like bosib, sahifamga obuna bo'lib qo'ying va mana shuni singari Chelsea haqida eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun Instagram biososidagi Telegram kanaliga ham obuna bo'lishni unutmang. Xullas, bundan, ya'ni Leeds bilan o'yindan avval post chiqargandim. Maresga bo'yicha Manchester United kelishuvga erishishga harakat qilyapti. O'zaro muloqotlarni o'rnatgan deyilyapti. Bu post sahih yoki nosahih bilmayman. Balki nosahihdir. Chunki Instagramdagi Twitterda olganman. Twitterda bilasiz, juda ham fake prosmotr yig'adigan xabarlar ko'p, yetarlicha. Misol uchun Vinicius Chelseaga o'tish haqidagi postni ham o'qigandim, ko'rgandim. Xabi Alonso kelish haqidagi ham. Ular shunaqa postga ko'zim tushgandi. Balki bu narsa rostdir, balki yolg'ondir, bilmadim, lekin nima uchun Maresga Manchester Unitedga o'tmasligi kerak? Men buning uchun sabab ko'rmayman. Manchester United rahbariyati yaxshi, misol uchun Amorimga qancha sharoitlarni qilib berdi, o'yinchilarni olib berdi, aytgan gapiga xullas murabbiyni hurmat qildi qaysidir ma'noda. Ko'pchilik xafa bo'lyapti hozir. Nima qilyapti bu glazerlarni, bundaylar deb so'kib yotibdi. Menimcha Amorimga yaxshi hurmat ko'rsatildi. Enzo Maresga nisbatan 50 barobar, bemalol ayta olaman, 50 barobar ko'p yaxshilik qilindi. O'tgan mavsum xohlagan o'yinni ko'rsatdi. Hech kim ortiqcha tanqid qilmadi. Maresga o'tgan mavsumni Chempionlar Ligasiga olib kirish bilan, titrlar bilan yakunladi. Bu mavsum ozgina oyog'i qoqildi. Chempionlar Ligasida, Liga Kuboklarida, Premier Ligada o'yinlar, taqvimlar zichligi tufayli jarohat olgan futbolchilar o'rniga yangi futbolchilarni mavsum boshida aytgan olib kelib bermaganligi tufayli yosh, tajribasiz futbolchilar tufayli ozgina qoqilgan edi. Nima qildi rahbariyat? Tepasida kak miltiq tirab turgan singari poylab turdi va bitta xatosi bilan bo'shatdi. Agar Amorimga berilgan sharoit Maresga berilsa, men aqlim yetadi, Maresga normal darajaga olib chiqadi. Mana shu mavsumni bersa, bemalol top to'rga xotirjam olib kiradi deb o'ylayman. Agar haqiqatan ham qishki transferlarda o'zi aytgan 2-3 o'yinchilarni olib bersa yoki bo'lmasa tepasida bir kishi miltiq tirab turmasdan xohlaganida ishlaman, Amorimga 1 yil muhlat berdik, tegmadik, qanaqa natija qayd etishdan qat'iy nazar desa, Amorim Maresga bunday erkinlikda bemalol ishlay oladi deb o'ylayman. Chelsea rahbariyati kelgandan beri bosim edi, bilasizlar. Juda ham ko'p transferlar. Ko'pchilik aytayapti, 50 ta o'yinchi olib bergan, Maresga 80 ta o'yinchi olib bergan. Maresga Dewsbury hal olib kelgan xolos o'zi bilan. Boshqa o'yinchilar rahbariyat tarafidan bo'lgan. Boshqa o'yinchilar deyarli hammasi rahbariyat tarafidan bo'lgan. Tushunyapsizlarmi? Bir dona Dewsbury hal olib kelgan 35 million yevroga. O'sha ham omadsiz transfer bo'lgandan keyin sotib yuborish so'ragan, kerak emas menga degan. Endi Liam Razeyor muxullas familiyasi ham qiyin ekan, deyarli kelish arafasida. Buni ham eng so'ng kelishini hammadan birinchi bilmoqchi bo'lsangiz, Instagram biososidagi Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Deyarli kelish arafasida Londonga ketib keyin imzolanyapti shartnomalar, intervyular olinyapti va katta ehtimol bugun kechqurunga e'lon qilinishi mumkin. Hammaga rahmat, kattakon, joningiz sog' bo'lsin.